Xo'sh, qalay bo'larkan? Sen ahmoq, meni shirin so'zlarimga uchmasliging kerak edi. Agar sen oilani qadriga yetganingda, ering va qaynonangni hurmat qiladigan ayol bo'lganingda ajrashmasding. Men seni deb ajrashdim-ku. O'chir ovozingni. Sen men uchun emas, o'zing uchun ajrashding. Zaynab, qanchalar xudbinsan. Sen faqat o'zingni o'ylagansan. Esingdami? Senga qancha yolvorganim, ha? Meni gaplarimni bir tinga olmading. O'sha boy xonadonni tanlading. Meni mensimading. Xo'sh? Sen hali ham o'zgarmagansan. O'sha xudbinsan. Mana endi yasha. Men his qilgan tuyg'ularni sen ham his qilib ko'r. Ha, aytgancha. Taklifnomani uyingga jo'natarman. To'xtang. To'xtang, Javohir aka. Ey Xudo, endi nima bo'ladi? Hammasi barbod bo'ldimi? Ey Xudo, nimalar qilib qo'ydim? Gulday oilam. Ey Xudo, nimalar qilib qo'ydim?